Yana bitta go'zal tandirimizni, bitta chiroyli xonadonga olib kelganmiz. Shu tandirimizni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beramiz. Tandirimizning naborini ichida issiq, cho'li va ho'kondozlari bo'ladi. O'zini gulli, chiroyli krishkasi bo'ladi. Tandir go'sht, tandir steklar qilaman desangiz, nirjavikidan bo'lgan naborimiz bor. Go'shtlarni mazza qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu ko'k narsani tushunishmayapti. Kulli ustini yopagani bo'ladi. Qo'lingiz kuyib qolmasligi uchun bu tandir gazda o'tinda ishlagani uchun ichiga garilkalarni qo'yib qo'yganmiz. 70 ta somsa 10 ta donlarni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Tandirimiz o'ta zamonaviy bo'lib, kulini bemalol pastdan olib to'ksangiz bo'ladi. Tandirimizning 4 ta baloni bor. Joyini o'zgartirib, mazza qilib ishlatib yursangiz bo'ladi. Mana shu tandirlarni sizlarga dastavka qilib yetkazib beramiz. Butun dunyo bo'yicha dastavka xizmati bor bizda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarga ham albatta yetkazib beramiz. Xonadonga olib keldik, xudo xolisa. Podarkaga keldi bu tandirimiz. Sizlarga ham dastavka qilib chiqarib yuborsak bo'ladi. Podarka uchun ham juda ham bir neobichniy variant bo'ladi. Qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Bu tandir sizlarnikida bo'lganda bundan ham chiroyli bo'lardi. Mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Murojaat qilinglar, dastavka qilib yetkazamiz sizlarga ham.